Ustoz bilan tanishganimizga mana 26 yil bo'libdi. 26 yildan beri ustozlik qiladi, maslahatlarini ayamaydi, beradi. Endi hozir aytib o'tgandek, kasbiy hamda hayotiy tajribaga ega odamda hayot yo'llarida bularni har bitta gaplari, maslahatlari aytaylik, judayam bir donishmandlarcha, yana eng asosiysi maslahatlari, o'yitlari beg'araz. Hammamizda endi har bitta oilada bo'ladi, muammolar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yo'q, shu agar muammoni eshitib qolsalar yoki kirib yetsangiz, shu muammo hal bo'lmaguncha nima bo'ldi? Ana ishing nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi? Shu muammo hal bo'lgunga qadar shu so'rab surishtirib o'tiradilar. Odam insoniylik bo'lish juda qiyin-da. O'zi umuman 88-yil institut bitirgan bo'lsam, shundan beri ta'lim sohasida yuribman. Juda ko'p ustozlarni ko'rdim. Kasbiy va o'sha kasbga yo'naltirilgan domlalar bilan ishlaganman. Lekin Rusbaydarovich bular bir qanaqadir boshqacha inson. Ta'riflashga til ojiz. Haqiqatda o'zimga juda ko'p yaxshiliklarni qilgan. Endi buni aytish kerakmi yo'qmi, shunaqa bir muammo bo'lib kelib chiqdiki, endi oilaviy muammo. O'zim bilan baparovar kuyinib, tashvishlanib, oxiri nima bo'lar ekan, shuni oxirigacha yetkazmaguncha ham qo'ymadilar. Aytish to'g'rimi yo'qmi bilmayman. Bir moliyaviy bir muammolar bo'lib qolishi mumkin. Ularda ham qo'ldan kelgancha, qo'ldan kelmagan ishlarni ham qilib beradi-da darrov. O'zlari ko'p gapirmaydilar ustoz. 1 soatlik agar leksiya o'qiladigan bo'lsa, mazmuni 5 minut chiqar, 10 minut chiqar. O'sha mazmunni o'ziga e'tibor berib, mazmunni o'zi aytadilar. Mana shuni o'zi juda ham katta bir tajriba, katta bir o'rnak. Haqiqatda ehtiyot bo'lish. Endi meni ishimda shunaqa nozik joylari bor. Kirib maslahatlarni olib turaman. Yo'q, davay, mana buni bundoq qil, buni bundoq qilgin. Buni qilsang yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi insonlarga zarar keltirmaydigan. Shu taraflar menga juda yoqadi, ularning insoniyligi. Ana ayollar o'tganiga qaramasdan, mana xabarim bor, bilaman. Har payshanba aytaylik qabristonga chiqib, duo qilib, har payshanba, har hafta, har payshanba uylarida aytaylik o'sha bolalari, farzandlari, nevaralari yig'ilishib o'tirishadi. Haftada bir marta. Endi hamma ishli odam, o'qish bor, ishlar bor. O'shaning uchun bir-birini ko'rish har doim bo'lavermaydi, lekin payshanba kuni, o'sha bir kuni hammasi bir oila davrasida yig'ilishib bo'lgan ishlarni maslahatlashadi va hokazo. Tilagim bunaqa insonlar kam bo'ladi. O'shaning uchun yashasinlar-da, uzoq yil yashasinlar. Sog'lik avvalambor, hammasidan qutulgan bu inson, hamma narsalarni egallab bo'ldilar. Endi bu yoqqa faqat sog'lik, umrlari uzoq bo'lib yursin. Shu kelganda institutda hamma alib qoladi. Domla kelibdi, mana domla kelibdilar deb. Lekin har kun ishga keladilar. Endi bunga bir qoyil qolish kerak. Sog' bo'lsinlar, bizlarga boshqa yuraversinlar.